Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana ishlab chiqaruvchi akamizdan yangicha qiyqiriq fasonda boshqacha gul o'ymalari shaklida mana ishlab chiqaruvchi akamizdan so'rilarimiz tayyor bo'lyapti. Razmerlari 2,5 ga 3 toza qolgan. Oyoqlari mana o'ta chiroyli holatda ishlangan. Mana kosali oyoq deyiladi buni nomi. Kulollarimiz chiqaradi-yu bunday qilib. Shunaqa oyoq chiqarilgan. Mana oyoqlari yong'oqdan, qolgan joylari sasnadan. Lagalarimiz ham 4 tadan emas, mana 5 tadan tashlangan. Oraliq masofasi juda yaqin, baquvvat chiqyapti, xudo xolasa. Tagbozlarimiz ham kamida 15-16 ni beradi. 17 berib yuboribdi. Mana o'pshi holati mana 13,5 lik ishdan emas bu. O'ta pishuv variantdan ishlangan. Bitish jarayonida polini qoqib laklangan holati videosi chiqadi. Tez kunda kuzatib boringlar. Biz yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Delalari aksariyatlari yong'oqdan mana ko'rib turganlaringdek. Taxtamiz juda nolobka taxta, besvetniy holatga juda chiroyli bo'lib chiqadi. Mana 6 ta bityapti. Kimga kerak bo'lsa ulgurib qolasizlar. Tez orada sotilib ketib qoladi. Bemalol aloqaga chiqib shu nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sizlar kutib qolamiz. Telegramda har xil fasolli so'rilarimizni rasmlarini tashlab beramiz agar kimga qanaqa so'ri kerak bo'lsa. Manzilimiz Alimergan City. Salomat bo'lasizlar.